Xo'sh, bu birinchi akkauntimiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bu $1 akkaunt. Xo'sh, akkaunt default. Ichida yaxshi narsalar yo'q. Xo'sh, endi biz keyingi nimaga o'tamiz akkauntga. Bu bizning $10 akkauntimiz. 32 kolleksiya. Xo'sh, ichida kiyimlari вообще kam. Oddiy default narsalar. Bu yerda men yaxshi narsa ko'rayotganim yo'q. Ruksaklarda ham. Bu yoqda ham hech nima yo'q. Xo'sh, mashinalarga o'tadigan bo'lsak, bitta mashinaga sedanga bor. Eng kerakli narsalarni olganman. Endi qiziq narsalarni qo'yganman. Nima deydi? Hammasini videoga olmadim. Keraklilarni olib qo'ydim. Xo'sh, prokachkalarga o'tadigan bo'lsak, Skarlga bor ekan. Grazaga bor. 96 default. KBS. Men bu M162 full qilingan ekan. Sizlarga kelchat. Xo'sh, men bu yetim Marushaga bor ekan. Xo'sh, DPga kelchat. Keyin bo'ldi. Endi biza 3-akkauntga o'tamiz. Bu 3-akkaunt 52 kolleksiyalik $50 akkaunt. Akkaunt вообще yaxshi. 2-sezon kiyimi ham bor ekan. Kiyimlardan, futbolkalarda yaxshi narsalar bor. Ruksaklar вообще cho'tki. Xo'sh, ishton, shortimi nima deydi? Endi mashinalarga o'tadigan bo'lsak. Xo'sh, bagiga normalniy tak mashinalar bor, skillar. Keyin ovozga bor 2 ta. Keyin akemga bitta prokachka, bitta ham M162 full qilingan ekan. Yumpi bor ekan, kelchat. Thompson ham full qilingan ekan. Bu yerdan DPS bor. DPS kuchaytirilmagan ekan. DP ham kuchaytirilmagan.